Bugungi darsimizda kislorod guruhi elementlari mavzusiga doir bo'lgan Bertolli tuzini parchalab kislorod olish tajribasini virtual laboratoriya orqali elektron daskamizda ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun virtual laboratoriya orqali ko'rsatish uchun moddalar elektron daskamizdagi idish va jihozlar bo'limiga qismiga kirib, spirt lampasini olib va uning ustiga shtativni qo'ydim. Shtativ ustiga spirt lampasini qo'yamiz. Keyin ikkinchi nuqta orqali aylana orqali uni ichiga kirib, moddalar ichidan Bertolli tuzini topib idishga quyamiz. Kolbani joylashtirilgan kolba ichiga quyamiz. Grammlari shu yerda ko'rsatiladi va reaksiya borishi uchun 3-aylanaga kirib, gugurtni tanlab olib, surib olib kelib, spirt lampasi ustiga yondiramiz. Alanga yordamida modda qiza boshlaydi va reaksiya boshlaydi. Reaksiya borganda moddaning rangi o'zgarib, kaliy xlor tuziga va kolba og'zidan kislorod gazi ajrala boshlaydi. Reaksiya tezroq borishi uchun shtativni qismini pastroqqa tushirib tursa bo'ladi, vaqtni tezroq bordirish uchun. Kislorod gazi ajralishi uchun ozgina vaqt sarflanadi. Biroz vaqt qizigandan keyin kolba ichidagi modda rangi o'zgara boshlaydi. Gaz ajrala boshlaganini aniqlash uchun gugurtni kolba og'ziga tutib ko'ramiz. Alanga yanada yorqinroq alanga hosil bo'ladi. Shu orqali kolba ichida kislorod hosil bo'lib turganini aniqroq tushunsa bo'ladi. Bertolli tuzi parchalanganda 2 molekula kaliy xlor tuzi va 3 molekula kislorod gazi hosil bo'ladi.